Sizni jigaringiz bu deyarli hech kim gapirmaydigan, lekin hayotingizni har bir soniyasida sizni yashatib turadigan a'zodir. U qovurg'alarning ostida jim qolgancha yuragingizdan, o'pkalaringizdan, hatto miyangizdan ham ko'proq, qattiqroq mehnat qiladi va hech qachon dam olmaydi. Sizdagi har bir tomchi qon uning ichidan qayta-qayta o'tadi. Zaharli moddalar, alkogol, kimyoviy moddalar va chiqindilarni jigar sizga zarar yetkazishdan oldin filtrlab beradi. Jigarni hayratlanarli xususiyatlari 500 dan ortiq vazifa. Jigar bir vaqtning o'zida 500 dan ortiq turli vazifalarni bajaradi. Energiya ombori. Siz yegan ovqatdan ozuqaviy moddalar yaratadi. Charchaganingizda foydalanish uchun energiya saqlaydi, gormonlar ishlab chiqaradi va qoningizni muvozanatda ushlaydi. Regeneratsiya, qayta tiklanish eng hayratlanarlisi bu qayta tiklanish xususiyatiga ega yagona a'zodir. Uni yarmidan kessangiz ham u yana o'sib chiqadi, na chandiq, na shikast qoladi. Xuddi qayta tug'ilgandek bo'ladi. Har daqiqada siz uchun kurashadi. Inson yaratgan hech bir metall yoki mashina jigar kabi o'z-o'zini ta'minlay olmaydi. Siz stressda bo'lsangizda, jigaringiz qoningiz tarkibini o'zgartiradi. Ovqat yemaganingizda sizni oyoqda tutib turish uchun zaxiradagi shakarni chiqaradi. Siz unga haddan tashqari ko'p yuklama, masalan, zararli odatlar berganingizda ham u boshqa a'zolar taslim bo'lgandan keyin ham uzoq vaqt siz uchun kurashda davom etadi. Shunday qilib, jigaringiz sizni shunchaki yashatmaydi, balki sizni tanlovlaringizdan, odatlaringizdan, atrof muhitdan, o'z tanangizda kiritayotgan dunyongizdan himoya qiladi. Balki asl savol jigarni nima qilishida emas, balki sizni yashatib qolish uchun u qancha narsaga bardosh berishda bo'lsa kerak.